Xush o'rtoqlar, hammaga salom. Bu hafta butun O'zbekiston uchun, O'zbekiston universitetida o'qiydigan talabalar uchun hal qiluvchi hafta hisoblanadi. Sababi hamma universitetlarda oraliq joriy imtihonlar boshlandi va semestrlar yopiladi bu oy. Bu hafta to'g'rirog'i o'sha jarayonni ko'rsatib beraman. O'zimda qanaqa, ya'ni Toshkent iqtisodiyot universitetida o'qiydigan talaba qanaqa qilib semestrni yopadi degan mavzuda chiqadi bu video rolik. Do'stlar, tomosha qilinglar. Lekin qor yog'yapti. Bugun sessiya tugadi. Hamma sessiya tugadi. O'rtadagi kunlarda prosta syomka qilishimdan chiqdi va yetarlicha video bor. Prosta jamlanadi. Sessiya tugab, madaniy hordiq olyapmiz. Ёбаный Яндекс.Навигатор, сука. Сказал, через лес идти не imtihonlar tugadi. Zo'r baholarga yopdik hammamiz. Bugun havo yana ajoyib. Qor ham shunaqa gaplar. Hammaga omad. Video tugadi.